Bugun biz darsimizda fayllar bilan ishlash uchun qo'llaniladigan eng ommabop, ya'ni Buffered Reader haqida gaplashamiz. Buffered Reader, ya'ni bu fayllarni o'qishni uchun kerak bo'ladi. Buning uchun biz avvalo package ochib olamiz, ya'ni bu package masalan resource bo'lsin. Buning ichida bitta masalan fayl yaratamiz, text.oy fayl. Bu read bo'lsin. Buning ichida masalan assalomu alaykum degan yozuv tursin. Endi shuni Buffered Reader orqali o'qishni o'rganamiz. Ya'ni buning uchun biz Buffered Readerdan foydalanganimizda IOS exception yoki file not found exception beradi. Bunda biz uni oldini olish uchun try cache'dan foydalanamiz. Try cache'ning ichida Buffered Reader, yana new Buffered Reader. Endi buning ichida hozir ko'rganimizdek readerni yozishimiz kerak. Ya'ni yana bitta new file reader yozamiz. Uning ichi ham path'ini ko'radigan bo'lsak, file name path, ya'ni yo'lini berish kerak. New file, ya'ni shu yerga endi yo'lini berishimiz kerak. Buning uchun resource'dagi buning ustiga borib turib copy path reference'dan contentini olamiz. Contentini olib turib shu yerga tashlaymiz. Bu bizga yo'lni ko'rsatdi. Endi biz buni try cache'ni nima qildik? Try cache'dan keyin cache'ni ham yoz deb turibdi bu. Cache'ni yozamiz. Bu yerga IO exception deb qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu exception'ni oldini oladi. Trace. Endi bu yerda Buffered Reader .readline, ya'ni bu qatorma-qator o'qishni ko'rsatadi. Ya'ni line qator deb yozib qo'ysak bo'ladi. Endi buni qatorma-qator o'qish uchun while qachonki bizning qatorimiz 0 bo'lmay qolishgacha o'qishi kerak. Ya'ni 0 bo'lib qolgandan keyin o'qimay qoladi. Bu yerda cout line, uni ya'ni konsolga chiqaradi. Keyin line teng buni o'qish kerak, Buffered Reader line. Ya'ni endi shu bilan bizning text.oy fayl, ya'ni assalomu alaykumni bu konsolga chiqarib berish kerak. Run beramiz. Assalomu alaykum. Ya'ni bu yozib chiqardi, ya'ni ishlayapti. Endi biz bu faylga narsa yozishni ko'ramiz. Ya'ni resource ichida write text.oy fayl ochamiz. Endi buning ichiga biz ma'lumot yozib ko'ramiz. Ya'ni buni endi kommentariyaga olib turaman. Endi Buffered writer haqida gaplashamiz. Buning uchun endi bizlar yana try cache'dan foydalanamiz. Ya'ni exception bermasligi uchun bu uni oldini oladi. Ya'ni bu yerda Buffered writer new, yana shunaqa qilamiz. Buffered writer new xatolashdim, uzr. File writer new file. Ya'ni bu yerga ham endi path yo'lini beramiz. Write'ning path yo'li. Ya'ni bu yerda content shu yo'lga nima deb yozishlarimizni ko'rsatamiz. Masalan, buni endi cache'ni ham yozib qo'yamiz. IO exception. Ya'ni trace. Endi buni chiroyliroq qilish uchun biz hashmatlardan foydalanishimiz mumkin. Key value integer string. Key value nimasidan foydalanamiz? Ya'ni fruits bo'lsa masalan.
fruits mevalar. New hash linked hash map. Endi bunga fruitsga tochka put qilamiz. Key value birinchiga masalan nima bo'lsin? Apple bo'la qolsin. Ikkinchiga ikkinchiga nima bo'ladi? Orange bo'lsin. Uchinchiga masalan put, uchinchiga banan bo'lsin. Banana. To'rtinchiga to'rtinchiga strawberry. Shu hozir yetadi shu. Endi buning uchun nima qilamiz? Fruitsni ichga entry set qilamiz. Entries. Endi bunga buni entries dedik. Bundan keyin buni nimada aylanib chiqish kerak? Entries.for da aylansak entry. Endi buffer writerga yozamiz. Write entryning get key plus bunaqa tochka chiroyliroq chiqish uchun yozamiz buni. Entry plus entry tochka get value, ya'ni valyusini yozamiz. Keyin qatorni nima qilish uchun buffer writer tochka new line ga tushirsak qatorma-qator o'qiydi. Endi buni yana bitta run berib ko'ramiz. Bu faylimizga yozadimi yo'qmi bilish uchun. Endi write txtni yozamiz. Mana ko'rganingizdek, hammasini yozdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu bizlarning fayllar bilan ishlash uchun o'tgan darsimiz bo'ldi. Ya'ni buffer reader bu fayllardan o'qish, ya'ni faylga nima yozilganligini o'qish va faylga ma'lumot yozishni ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun katta rahmat.